ko'p vaqtlarda xotinlar o'zlarining erlarini qadrlamaydi. Sababi doim yonida-da. Doim yonida, qayerga ketadi? Qadri yo'q o'xshaydi. Ammo Hadicha onamiz, yana qaytarib aytaman, Rasulullohning xizmatiga bir odamni buyurib qo'yishi mumkin bo'lib turib, lekin xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Hadicha onamiz Muhammad alayhisalomni yo Rasululloh deb chaqirar edi. Endi ayollar bor, erlarni nima deb chaqirishini o'zlari biladi. Yana ayrim ayollar bor. O'zi turibdi. Eri kelsa, bolasiga buyuradi. Bor, dadangga choy damlab. Bor, unday qilib ber. Bor, kiyimini olib qo'y. O'zi turibdi. O'zi xizmatini qilsa bo'ladi. Ammo nima deydi? Nima qilib qo'yganman deydi? Tug'ib qo'yganman deydi. Katta qilib qo'yganman deydi. Ayol kishi yoshi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini kuyovining xizmatini qilishligi ayol kishining vazifasi. Va bu narsa ayol kishini qadrini oshiradi. Erini oldida ham, odamlarda oldida ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizni maqomini quyidagi hadis bilan siz bilan bizga tushuntirib berdi. Ata Jibrilun Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqol: "Ya Rasululloh, hadihi Hadicha qad atat ma'ha ina'un fihi idam." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga Jabroil alayhisalom keldi. Kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, ana Hadicha kelyapti" dedi. Qo'lida bir idish bor. Uning ichida taom yoki bir sharob bor. U sizni oldingizga kelgan paytda Hadijaga Robbisidan salom ayting. Mendan salom ayting. Va jannatdagi ichi g'ovak marvaratdan qurilgan, unda na shovqin, na mashaqqat bo'lmagan bir uy bashoratini bering, dedi Jabroil alayhissalom. Hadicha onamizga Alloh subhanahu va taolo salom yubordi. Alloh salom aytdi, birodarlar, fikr qilib ko'ringlar-da. Allohumma antas salam va minkas salam. Jabroil salom aytdi. Jabroil amin, Jibril amin salom aytdi. Va Hadicha onamizga bir ichi g'ovak bo'lgan katta gavhar toshning ichida jannat borligi, qasr borligi bashorati berildi. Bu qanday manzilat? Bu faqat Hadicha onamizga berilgan bashorat. Boshqa hech qaysi ayolga bunday bashorat berilgan emas. Hadicha onamiz roziyallohu anha Rasulullohning roziligiga doim harakat qilar edi. Rasulullohni nima xursand qilsa, shunga xursand bo'lardi. Rasululloh nimadan norozi bo'lsa, bundan norozi bo'ladi va mana shu ishdan uzoq bo'lardi. Mana qilma deysiz, qilaveradi. Mana qilma deysiz, qilaveradi. Nimani alomati? Erini qadrlamayotganining alomati mana shu ayolni. Chunki yana qaytarib aytamiz, ayol kishini Allohning farzlarini qilgandan keyingi birinchi ishi erini xizmati edi. Agar bir kishi Allohning bandalarini xizmatida tursa, ularni xizmatlarini ishtihod bilan bajarsa, Alloh taolo shu bandasini yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallohu anhu kurbatan min kurabil yawmil qiyamah." Bu hadis Imom Muslimdan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kim bir mo'mindan dunyo g'am tashvishlaridan bittasini, birontasini ketkizsa, Alloh taolo bu bandani qiyomat kungi tashvishlardan bittasini ketkazadi." So'rang o'zingizdan, nechta mo'minga foydasi tegdi? Mashinangizni olib borib qo'ydingiz. O'sha 200 so'm pul keladi, berib qo'ydingiz. Yoki ishora qilib qo'ydingiz, falon joyga borsiz, mana qanaqa narsa bor deb. Kim bir musulmonni bitta mushkulasini shu dunyoda hal qilib qo'ysa, Alloh bu bandani qiyomat kuni bitta mushkulasini hal qiladi. Qarzdor odam bor, yordamga muhtoj bo'lgan odam bor. Yordaming tegdi, foydang tegdi. Xursand bo'l, birodar. Chunki Robbing sendan rozi bo'ldi mana shu ishingdan. Iza aradallohu bi abdin khayran sayyara hawaijan nasi ilayhi. Anas roziyallohu anhudan Jami' Sag'irdan. Hadis qarang. Agar Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, odamlarning hojatlarini unga ro'baro qilib qo'yadi.
odamlarda hojatini ravo qiladigan qilib qo'yadi bir bandani, agar Alloh uni yaxshi ko'rgan bo'lsa. Shunday odamlar bor. Hech kimga foydasi yo'q. Na mahallasiga, na qo'shnisiga, na oshna-og'aynisiga, na qarindoshiga. Faqat o'zi uchun yashaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu mavzuda yana albatta odamlar orasida yaxshilikni ochadigan, yomonlikni berkitadigan odamlar bor. Yana shunaqalar borki, yomonlikni ochadigan, yaxshilikni bekitadigan odamlar bor. Yaxshilik kalitlarini qo'liga berib qo'ygan kishiga tubo jannati bo'lsin. Yomonlik kalitlarini qo'liga berilgan kishilarga vayl bo'lsin deb payg'ambarimiz. Qarangda, siz hayotda yaxshi ishlarda amalga oshishiga xizmat qilyapsizmi? Yoki odamlarga yomonlik yetadigan ishlarni qilishlikami? Biroda onasi vafot etdi, janozasiga bordik. Ko'mib bo'lgandan keyin 80 dan o'tib qolgan otasi yig'ilib turib aytayapti. Shu xotin bilan falon yil turmush qurdik, yashadik. Bir marta meni achchig'imga tekkan emas. Biron kecha xotinimdan g'azablanib uxlagan emasman. Ya'ni kimdir aytishi mumkin. Xotinim bilan yashayotganim yomonchi yil bo'ldi, biror kun janjal bo'lmagan kunimiz. Boyaga kampir onaga Allohning rahmati bo'lsin. Keyingi yashayotganlarga Alloh taoloning hidoyati bo'lsin, birodarlar. Payg'ambarimiz aytganlar, agar insonga sajda qilishligi mumkin bo'lganida, odam sajda qilishi mumkin bo'lganida, ayolni eriga sajda qilishlikka buyurar edim. Xotinni ustida erda haqlari ko'pligidan dedi. Muhimi, biz agar ayollarimiz, juftlarimiz biz xohlagandaqa bo'lishni xohlasak, biz o'zimiz ham o'zimiz xohlagandaqa bo'laylik. Biz o'zgarsak, juftlarimiz o'zgaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza sallatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va hafizat farjaha va ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti." Agar bir ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, nomusini himoya qilib, eriga itoat qilsa, bu ayolga aytiladi: jannatni xohlagan eshigidan kiraver. 5 mahal namoz o'qisa, ro'zasini tutsa, o'zini pokiza saqlab, erini itoatida tursa, jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadi. Demak, birodarlar, mo'mina opa-singillarimizni ishi oson. Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni qilib, erini rozi qilsa, jannatda xohlagan 8 ta eshigidan kiradi. Keyingi o'qib beradigan hadis Jami' Sohibdan Anas roziyallohu anhudan. Juda bir ajib hadis, kishini o'ylantiradi. Xususan ayol kishini o'ylantirishligi kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Avvalo man yumsiku bi halaqil jannati ana." Jannatni eshigini halqasini birinchi bo'lib men ushlayman, deyapti payg'ambarimiz. Shunda bir ayol kelib, tortishib, jannatga mendan avval kiraman deb turib oladi. Men Jibril, kim bu deyman? Jibril aytadi: "Bu eri o'lib, farzandlari bilan qolgan va mana shu farzandlarini deb turmush qurishni tark qilgan ayol" dedi. Eri o'lgandan keyin erga tegishligi shart ayol kishini. Ammo erga tegsam, bolalarini haqqini rioya qila olmay qolaman, erimning xizmatini qilaman desam, agar bolalarimni tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman desam, erimning xizmatida tura olmay qolaman, ikkala holatda men gunohkor bo'laman degan g'amni qilgan ayol. Bolalarini tarbiyasi bilan shug'ullanib, erga tegmasdan o'tib ketgan ayol jannatga kirishlikda payg'ambarimiz bilan men birinchi kiraman deb to'lashyapti. Bozor, ko'chama-ko'cha yurgan ayolga aytilmayapti bu bashorat. Birodarlar, farzandlarning tarbiyasi ayol kishini Allohga yaqin qiladigan eng ulug' ish. Qaytaraman. Ayol kishini Allohga eng yaqin qiladigan eng ulug' ish farzandlarning tarbiyasi. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Bu ham Jami' Sag'irdan Anas ibn Malikdan. Ayyuma imra'atin qa'adat ala bayti awladiha fahiya ma'i fil janna. Qaysi bir ayol bolalarini uyda o'tirsa,
bolalarni uyida o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Uyida o'tirgan nima qilgan? Bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullangan. Erini xizmatida turgan, uyini saranjom sarishta tarab yuvib o'tirgan. Erini xizmatini qilgan, bolalarning xizmatini qilgan, uyini parvarish bilan o'tirgan ayol, uydan chiqmagan ayol jannatda men bilan birga bo'ladi deyapti. Uyda o'tirsa, birodarlar, ko'chama-ko'cha yurmasa, kuni qo'ni qo'shninikida o'tmasa, bolalar ko'chada och qolib ketmasa, serial tayda o'tirmasa, g'iybat qilib ko'chada o'tirmasa, o'tgan-ketgan erkaklarni tomosha qilib o'tiradi erkak eshik tayda ayollar yo'q. Yo mahallaga binasa demaydi, to'rtta tushta chiqib olib o'tirishadi. Xudoga shukr, hozirga ozayib qoldi bular. Lekin bor hali ham. Bor. Bu ayolni payg'ambarimiz jannatga kiradi men bilan demayapti. Uyida o'tirgan ayolda deyapti. Uyiga o'tirganda. Ayol kishini eng katta g'ami erining roziligi va farzandlarining tarbiyasi bo'lishligi kerak. Chunki bu mana shu ayol uchun eng ulug' ish. Agar ayol kishi ona bo'ldi, birinchi g'ami erining roziligi bo'lsa, g'ami farzandlarning tarbiyasi bo'lsa, ularda taomi, sharobi, kiyim-kechagi, tozaligi, darsi, shu farzandlarning kelajagini g'amini qilib yashasa, bu ayol dunyodagi eng ulug' ishni qilyapti. Erda xizmat qolib, bolani xizmat qolib ko'chama-ko'cha yurgan bo'lsa, agar dars o'qib yurgan bo'lib turib, ayol erini, bolalarini tarbiyasini muhmal tashab qo'ygan bo'lsa, bu ayol noto'g'ri ish qilyapti. Erini xizmati, bolasini xizmati, uyini xizmatdan osta chiqsin ko'chaga. O'sha dars o'qigani ham kerak bo'lsa. Ayol kishining eng ulug' ishi uyda. Erini xizmati, farzandlarining tarbiyasi. Ayol mana shu eri bilan farzandining xizmatini chiroyli ado qilsa, mana shu holatda o'zining ishini zo'r oliy darajada bajarib turib vafot etadigan bo'lsa, to'g'ri jannatga ketadi. Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Bu nima qildi bu ayolning to'g'ri jannatga kirib ketgani? Bolalarni tarbiya qildi. Bolalarni tarbiya qildi. Dunyoni ko'rib o'tib ketaman men. Endi uyda o'tirishim kerakmi? Uy, kir, eshikni, uyni tozala, eshikni shupir, bolangga qarab, u yeringa qarab, buni qil o'tib ketamanmi? Shumi? Deyishi mumkin qasdir bir ayol. Men ham odamlarga o'xshab ko'chada yuray, dunyo ko'rgim keladi. Yuraver. Payg'ambarimiz bashoratni uyda o'tirgan ayolga berdi. Ko'chama-ko'cha yurgan ayolga emas. Kimga o'xshamoqchisan? Ana shu g'arbdan, sharqdan senga hayotda qanaqa yashash kerakligini tushunchasini berar ekan, kofir g'ayri dinlarning tushunchasini yashamoqchimisan? Bashorat kimga berildi? Uyida 5 mahal namozini o'qib, Ramazon ro'zasini tutib, o'zini pokiza saqlab, eri va farzandlarining xizmatini qilib o'tirgan ayolga berildi. Ko'chama-ko'cha kezgan ayollarga emas. Bu degani ayollar mutlaq ko'chaga chiqish kerak emas degani emas, birodar. Ayol kishi ham odam ko'chaga chiqishi kerak. Zarurat bo'lganda chiqsin. Bekardan bekar yuravermasin. Hadisha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni norozi qiladigan bironta so'zni aytgani yo'q. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatida doim o'zi turdi. Va mana shu narsa bilan Alloh taoloning rizosiga yetishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, dunyoning barchasi matohdir. Bu dunyo matosining eng afzali solih ayoldir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini makonati haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamning hayotini aytdik, nihoyatda bir faqirona edi. Yashagan uylarini ham mana kechagi darsimizda aytib o'tdik. Juda kichkina, past, tor edi. Rasulullohning ayollari ayrim sahobalarning uylariga borib kelganlaridan keyin haligi sahobalarning uylaridagi kengchilik, qulayliklarni ko'rib turib, uyga kelib payg'ambarimizga ozgina shikoyat qilishgan ekan. Qarangda payg'ambarda ayollar ham chiqqandan keyin ko'rib kelyapti bu narsalarni. Ular nimani talab qilishdi payg'ambarimizdan? Ozgina nafaqalarni ko'paytirib berishini, ayrim qulayliklarni, kengroq uy, mazaliroq ovqatlarni ko'p narsa talab qilishmadi. Payg'ambarimiz bundan qattiq g'azablandilar. Bir oy ayollarga qaramay qo'ydi. Bir oy. Shunda Alloh taolo tomonidan oyatlar nozil bo'ldi. Astagfiru billah, ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa. Ey payg'ambar ayollari, sizlar ayollardan birontasi kabi emasdirsizlar.
Birorta ayolga sizlar o'xshamaysizlar. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ey Muhammad alayhisalom ayting ayollaringizga. Agar sizlar dunyo hayotini va uning zeb va ziynatlarini istaydigan bo'lsangizlar, u holda kelinglar. Men sizlarni o'sha narsalardan bahramand etay va chiroyli kuzatish bilan kuzatay. Agar dunyo kerak bo'lsa, chiroyli qilib beraman, keyin javoblarni beraman. Va in kuntunna turidna Alloha va rasula va ad-daral akhirata fa inna Alloha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Agar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsangizlar, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qilguvchilar uchun ulug' mukofot, jannatni tayyorlab qo'ygandir. Bu ayollar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu ayollari Xadicha onamiz vafotidan keyin uylangan ayollar edi. Bu ayollari dunyoda sal kengaytirib bering deyishgan, ammo Xadicha onamiz bu narsani so'ragan emas. Rasul aytadilar Oysha onamizdan: "A'zamun nisa'i barakatan aqalluhunna mahron." Ayollarning barakalirog'i, mahri ozrog'i. Boshqa hadisda aytadilar, Oysha onamizdan bu hadis ham: "A'zamun nisa'i barakatan aqalluhunna ma'unatan." Ayollarning barakalirog'i, talabi ozrog'i, kam chiqimrog'i, ko'p narsani eridan talab qilmaydiganrog'i. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun Xadicha onamizga mana shunday bir jannatdagi qasr bashoratini berdi? Xadicha onamiz qanday xonadon sohibasi edi? Musulmonlarga ibrat bo'ladigan eng oliy xonadonni sohibasi edi. Tartibli, toza, eri uchun rohatli, sabrli, ibodatli, inoyatli xonadon edi. Rasululloh bu xonadonga kirganda huzurlanadi, rohatlanadi. Mana shunday ayol, mana shunday bir xonadon sohibasi bo'lgan bu ayolga jannatdagi qasr bashorati berildi. Payg'ambar alayhisalom Xadicha onamizni hurmatini, haqqini o'zini o'rniga qo'ydi. Xadicha onamizning muhabbatiga muhabbat bilan, vafosiga vafo bilan javob berdi. Bu ayoliga hurmat yuzasidan birorta ayolda Xadicha onamiz ustiga uylangan emas. Bilasizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadicha onamizga uylanganidan keyin 38 yil umr kechirgan. Mana shu 38 yil qolgan umrining 25 yilini bitta ayoli bilan o'tkazgan. Bu kamoli Xadicha onamizga bo'lgan payg'ambarimiz muhabbati va unga bo'lgan vafosi, hurmatidan edi. Xadicha onamizning ko'nglini rashq o'tida kuydirishni xohlamagan edi. Nechta ayolga uylangan bo'lsa payg'ambarimiz Xadicha onamizning vafotidan keyin uylangan. Va mana shu Xadicha onamizga bo'lgan muhabbatini Oysha onamizga ham bildirib qo'ygan payg'ambarimiz. Inni qad ruziqtu hubbaha. Albatta men dedi payg'ambarimiz, uning muhabbati bilan rizqlanganman. Ya'ni Xadichaning muhabbati bilan rizqlanganman. Rizqlanganman deydi. Rizq deyapti, qarang. Ayoliga bo'lgan muhabbatini Allohdan berilgan rizq deb aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar bir erkak o'zini ayolini yaxshi ko'rsa, bu unga berilgan Allohning ne'mati. Bu unga berilgan Allohning rizqi. Chunki shunday kishilar ham bor, ayolini yomon ko'radi, lekin yashashga majbur. Bolalarini onasi, bolalarim deb yashashga majbur, lekin yaxshi ko'rmaydi. Bilasizmi bu qanaqa mashaqqatli hayot bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz Xadicha onamiz yaxshi ko'rgan va bu ulug' ne'mat deb qaralgan. Agar erkak ayoliga bo'lgan muhabbat bilan rizqlangan bo'lsa, Alloh taoloning unga bergan katta in'omi. Birodarlar, agar erkak haromdan ko'zini tiysa, albatta ayolining muhabbati bilan rizqlanadi. Ishonaveringlar. Agar erkak ko'zini fahshdan, zinodan tiysa, albatta ayoliga nisbatan qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Alloh taolo Xadicha onamizni ikrom qildi. Nima bilan? Rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muhabbati bilan. Xadicha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nima xursand qilsa, shu narsaga Xadicha onamiz xursand bo'lardi. Payg'ambar alayhisalom Hiro g'origa chiqib uzoq kunlar, paydarpay kunlar qolib ketishiga ham Xadicha onamiz sabr qildi, rozi bo'ldi. Ayollar bor, bir kun eri yo'q bo'lib qolsa, 2 kun yo'q bo'lib qolsa, uyda uzoq o'tira olmay qolsa, rashq qiladi, g'alva qiladi, erini mashaqqatga kirgizadi. Ammo Xadicha onamiz Rasulullohning ko'ngli nimani xohlasa, shu narsaga tamomiy rozi bo'lar edi.
Albatta bu mu'minlar ayol uchun chiroyli bir ibrat. Modomiki payg'ambarimiz bir narsaga xursand bo'ladimi, shu narsani Hadicha onamiz albatta qilar edi. Bu Hadicha onamiz Rasululloh mana Hiro g'orida uzoqroq qolib ketsa, bezovta bo'lganidan xizmatchisini yuborar edi. Xabar olib kelishlik uchun ayrim rivoyatlarda o'zi chiqib borganligi haqida ham bir xabarlar beriladi. Rasululloh nimani yaxshi ko'rsa, Hadicha onamiz shuni yaxshi ko'rardi, nimani yomon ko'rsa, uni yomon ko'rardi. Agar Alloh taolo bir mo'min kishiga soliha ayolni bergan bo'lsa, bu Allohning bu kishiga bergan hadiyasi. Mana shu oqila, rashida bo'lgan ayol Hadicha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimizga juft bo'ldi va Allohning payg'ambarimizga bergan in'omi hadiyasi bo'ldi. Har bitta musulmon Allohdan so'rashligi kerak. Oqila, soliha, karima, rashida bo'lgan ayolga Alloh uni duch qilishligini. Chunki aytganmiz, payg'ambarimiz aytganlar, dunyoni hammasi o'zi bir matodir, uning eng yaxshi matosi soliha ayoldir. Esimizdan chiqmasin yigitlar, yigit kishini baxti to'rtta narsada: keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va soliha ayolda. Alloh taolodan so'raylik mana shunday soliha ayolni. İza nazarta ilayha sarratka va iza amartaha ata'atka va iza ghibta anha hafazatka fi malika va nafsiha. Bu soliha ayolni qanaqa belgilari bor? Qarasang, ko'zingni quvontiradi. Buyursang, itoat qiladi. Agar yo'q bo'lsang, seni molingni ham, o'zini sharafini ham himoya qiladi. Mana asarlarda keltiriladi. Ma akramahunna illa karim. Ayollarni faqatgina karim inson hurmat qiladi. Wala ahanahunna illa laim. Ayollarni faqat xor, pastkash kishigina xorlaydi. Chunki sendan zaifda, zaifligini ko'rib turib, quvvatliligini bilib turib, ustida hokim ekanligini bilib turib xorlayapsanmi ayolingni? Demak sen laim, pastkash insonsan. Yaghlibna kulla karimin va yaghlibnahunna laimun. Ular ayollar karim kishini yengib qo'yishadi doim. Endi laim pastkash inson doim ayollarni yengadi. Nima degani? Bu degani oliy janob erkak, karim sifat egasi bo'lgan erkak xotin bilan teng bo'la olmaydi. Bo'pti deb qo'yadi. Demak, karim odam xo'p deb qo'yadi. Ha, bu degani bo'ldi bilganini qilaver degani emas. Fe'li kelib qoladi, injiqligi tutib qoladi, qaysarligi tutib qolgan paytda erkak kishi teng bo'la olmaydi xotin bilan. Demak, xotinlar karim insonni yengadi. Endi pastkash insonlar doim ayollarni yengadi. Erkak kishi xo'p deb qo'ysa-chi, yoki sekin ko'chaga chiqib ketib qolsa, taloq degan so'zni aytishga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar og'ir bo'lmaganligi uchun, erkaklar karim bo'lmaganligi uchun oilalar ko'p buzilyapti, tez buzilyapti. Tushunarli ukalar, baland bo'linglar. Kuchinglar bilan urib pas. Ana shu bobillar bergan paytda bo'pti xotin kishilar deb turib, sekin ko'chaga chiqib ketaveringlar. Ularni laim inson yengadi. Men laim bo'lib yengishdan ko'ra karim bo'lib mag'lub bo'lishni yaxshi ko'raman. Bu degani xo'p deb qo'raman deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Albatta biz uni Qur'onni bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz ogohlantiruvchi bo'ldik. Mana Ramazon oyidagi muborak Qadr kechasida Qur'on nozil bo'ldi. Mana shu kechada birodarlar samo amini bilan yer amini uchrashdi. Samo amini Jibril amin, yer amini Muhammad Sodiq Muhammad amin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanligini siz qayerdan bilar edingiz? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. U sanoqli kunlar
Ramazon oyidirki deydi Alloh taolo. Bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va Furqonning ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom quchoqlab mahkam qisdi 3 marta. Ya'ni ey Muhammad, siz uxlayotganingiz yo'q, siz uyg'oqsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom faqat ko'zi bilan ko'rmadi, balki jasadi bilan ham his qildi. Bu samo amini bilan yer aminining uchrashi edi. Birodarlar, dinimiz o'qi kalimasi bilan boshlangan. Dinimiz ilm dini. O'qishlik kerak, ilm o'rganishlik kerak. Chunki talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Erkakmi, ayolmi, musulmonmi ilm o'rganishlik farz. Ilm o'rganishlik farz. Hadicha onamiz roziyallohu anha ham hamma ayollardagi bir oddiy ayol edi. Mana o'tirib akalar 1,5 ming yildan keyin o'tiribmiz. Shu voqealar bo'lganidan keyin. Payg'ambarimizga turmushga chiqqaniga, vahiy tushganiga 1,5 ming yilga yaqin vaqt o'tdi. Mana shu masjidda yig'ilib o'tirib, siz bilan biz Hadicha onamizni eslab zikr qilyapmiz. Nima uchun? Nima uchun? Qilgan ishlari, mavqiflari uchun, ko'rsatgan qahramonliklari uchun. Millionlagan ayollar dunyoga kelib ketyapti. Yeyapti, ichyapti, uxlayapti, tug'yapti, bola katta qilyapti, o'tib ketyapti vaqti kelib. Kim eslayapti ularni? Biz ham vaqt soati kelib hammamiz ketamiz. Bizni kim eslaydi? Bizni nimamiz bilan eslaydi? Qilgan solih amalimiz bilan, qoldirib ketgan izimiz bilan. Ayol kishi doim eri yonida turishini xohlaydi. Doim. Ammo Hadicha onamiz payg'ambarimiz g'orga chiqib ketganda qarshi bo'lmas edi. Chunki boya aytib o'tdik. Hozir aytib o'tdik. Payg'ambarimiz nimani xohlasa Hadicha onamiz shuni xohlar edi. Nimani yaxshi ko'rsa shuni yaxshi ko'rardi. Nimani yomon ko'rsa, eri yomon ko'rganligi uchun bu narsani yomon ko'rar edi. Va eriga itoat qilayotganligi bilan o'zini baxtiyor his qilardi. Mo'mina muslima opalarimizga aytadiganimiz, ey opalar, eringizni rozi qilayotgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Eringiz sizdan rozi bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni baxtiyor his qiling. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Qo'ni-qo'shnilarning roziligini deb turib, erni jahlini chiqarib, mahalla ko'ydan orqada qolmay ularni rozi qilay deb turib, erni qahrini keltirib undirayotgan opalar ehtiyot bo'linglar. Chunki Robbinglar sizlardan norozi bo'lib turibdi. Mana shu holatda jon chiqib ketib qolmasin. Ayol kishi yo erini Allohning roziligiga yetishiga yordam beradigan ko'makchisi bo'ladi. Yoki Allohning roziligiga yetishlikdan erini to'sadigan bir mashaqqat to'siq bo'ladi. Alloh taolo solih ayol bilan rizqlantirsin. Er xotin qachon saodatli hayot kechiradi? Qachonki er ham, xotin ham Robbisini tanisa. Nimaga kelganligini bilsa, nima uchun yashayotganligini bilsa, oqibatda qayerga borishligidan xabardor bo'lsa, inekin shu xotin eriga tikka qaramaydi. Bor yo'g'iga inekin sabr qiladi. Chunki ozgina sabr qilay, kun o'tib ketyapti ekan shunaqa tez. Umrim o'tib ketib qolar ekan, kecha turmush qilganimizga 10 yil bo'ldi, mana 30 yil bo'libdi, mana 40 yil bo'libdi, 50 yil yashapmiz deydi-da, umr o'tib ketayotganligini his qiladi. Lekin eriga tikka qaramaydi birodarlar. Er ham, xotin ham qachon saodatli hayot kechiradi? Ikkalasi yelkasidagi vojibda nima ekanligini tushunsa. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfiru billah. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Albatta biz bu omonatni deydi Alloh taolo. Ya'ni shariati islomiyadagi toat ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog' va toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar, undan qo'rqdilar. Osmonlar, yer, tog' va toshlar bu omonatni ko'tara olmaymiz deb qabul qilishni xohlashmadi. Chunki og'ir edi bu, qiyin edi bu. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bo'yniga oldi.
senga ixtiyorimiz bilan bo'ysunib toat ibodatda bo'lamiz deb bo'yniga oldi. Biz bo'ynimizga oldik. Har bitta odam bolasi ekanmi? Ana shu omonatni bo'yniga olgan. Bu nima omonat edi? Allohga ibodat qilish, Allohga qulchilik qilishlik haqidagi omonat edi. Ana shu omonatni bo'yniga olgan uchun odam bolasi yer yuzidagi birinchi maxluq. Ana shu omonatni bo'yniga olganligi uchun Alloh taolo osmonni yerni odam farzandlarining qo'liga bo'yin sundirib qo'ydi. Qabul qildim deydi erkak kishi. Omonatmi? Palonchini o'g'li palonchi, palonchini qizi palonchini qabul qildingizmi desa, qabul qildim. Omonatmi shu? Qabul qildingizmi? Xo'p, palonchini qizi palonchi, palonchini o'g'li palonchiga o'zingizni bag'ishladingizmi? Bag'ishladim. Omonatmi bu? Qanaqa omonat? Qanaqa omonatni bo'yniga olyapti? Nima? Kayfiyati qanaqa bu ayolning omonatini? Bo'pti, erkak kishiniki tushunali, yediradi, ichiradi, taom qilib beradi, xullas shu. Eriga itoat qilishlik haqidagi omonat edi. Shu erini rozi qilaman men degan omonat edi. Agar bu muslimalar erga tegati mana shu omonatni yelkasiga olayotganligini his qilsa, umrining oxirigacha shu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Ko'chadagilarni roziligini istamaydi. Demak, omonat bor ekan erkakda ham, ayolda ham. Hatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fil ardi arba'ata xututin. Qala atadruna ma hada? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yerga shunday chiziq chizdi, to'rtta chiziqni chizib turib, "Bu nima bilasizlarmi?" dedi. Sahobalar Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli biluvchiroq deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Jannat ayollarining afzallari Hadija binti Huvaylid, Fatima binti Muhammad, Osiyo binti Muzahim va Maryam binti Imron roziyallohu anhunna ajma'in." Mana jannat ayollarining sayyidalari, yer yuzida kamol topgan 4 ta ayol. Hadija onamiz, Fatima onamiz, Osiyo Muzahimning qizi hamda Maryam binti Imron. Er xotin bir-birini to'ldiradi. Bu Alloh taoloning xohishi, mahluqotlardagi sunnati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi marta Jibril bilan uchrashib, qattiq qo'rqib, qalbi xavotirga to'lib, titrab uyga kirganida Hadija onamizga bo'lgan ishni aytib berdi. Kirishiga payg'ambarimizdan nima bo'ldi deb vahima qilmadi. Ba'zida jim turishlik, birodarlar, kamolot hisoblanadi. Ba'zida kerak bo'lmaganda gapirishlik nuqson bo'ladi. Rasululloh o'ziga kelgunicha Hadija onamiz savolga tutmadi. Tek qo'ydi. Zammiluni, meni o'rab qo'yinglar dedi, o'rab qo'ydi payg'ambarimiz. O'ziga kelganidan keyin so'radi. So'ngra eshitganidan keyin payg'ambar alayhisalomning qalbiga taskin beradigan so'zlarni aytdi. U zot sizlar hamdam bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbatni paydo qilishi uning oyatlaridan bir oyatdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xonadoni ulug' xonadon. Har bir musulmon oilasi uchun eng oliy misol bo'ladi. Musulmonning uyi. Unda odob bor, tarbiya bor, ibodat bor, xayriyat bor. Musulmonning uyi. Musulmon bo'lmaganlarning uyi bilan musulmonning uyining o'rtasida juda katta farq bor. Va mana shu musulmonlarning xonadonlarining eng afzali va oliysi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning xonadoni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamizga uylandi va Hadija onamiz roziyallohu anhoning uyida birga yashadi. Agar ayol soliha bo'lsa, uy ayolniki bo'lsa, beminnat birga yashashlik taklif qilinsa, musulmon odam bu narsani rad qilmasligi kerak. Ha, albatta, o'g'il bolaning o'zini uyi bo'lgani yaxshi. Shunga intilamiz, ammo yo'q bo'lsa, bugunga qadar yashab turishlikdan man qiladigan hech narsa yo'q. Modomiki ta'na alomat bo'lmaydigan bo'lsa. Rasululloh Hadija onamizning uyida yashadi. Shunday bo'lsa ham ikkalasi ham saodatli turmush kechirishar edi. Hadija onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqishligi bilan ulkan sharafga ega bo'ldi. Mo'minlarning onasi degan sharafga ega bo'ldi. Va payg'ambarimizning birinchi ayoli degan Ummahatul Mu'minlarning birinchisi bo'lgan sharafga yetishdi. Alloh taolo aytadi:
An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim va azwajuhum ummahatuhum. Payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham haqdorroqdir. Uning ayollari esa ularning onalaridir. Alloh taolo aytayapti, payg'ambarning ayollari musulmonlar uchun ona bo'ladi. Shuning uchun Hadicha onamiz, Oysha onamiz, Juvayriya onamiz deb o'zimizni onamizni aytgandek aytamiz. Payg'ambarimizning ayollari bo'lganligi uchun. Hadicha onamiz uchun bu martaba eng ulug' martaba. Ayollarga, muslima ayollarga beriladigan eng ulug' martaba bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamiz bilan turmush kechirdi. Bu uy ham boshqa uylar kabi oddiy uy edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'yonga ketkizuvchi boylikni eng katta musibat deb hisoblardi. Tug'yonga ketkizuvchi boylikni Rasululloh eng katta musibat deb hisoblar edi. Boylik yomon emas, birodarlar. Musulmon odam boy bo'lishlikda Allohdan so'rashligi kerak. Kambag'al, faqir bo'lishlikdan panoh tilash kerak. Ammo bu boylik uni qo'lida bo'lishligi kerak. Allohdan shunday so'rash kerakki, qo'limga bergin, qalbimga joylab qo'ymagan. Chunki agar insonning qalbiga kirib qoladigan bo'lsa dunyo, Allohni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsa, bu boylik, bu dunyo insonni tug'yonga ketkazadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarning birida Rasulullohning huzuriga kirganida Rasululloh uxlab turgandilar. Shu to'shagiga solingan mayda toshlar ichida betlariga, biqinlariga shunday botib izlari chiqib qolgan edi. Rahmatan lil alaminni yotgan to'shagi ro'pasi mana shunday bo'lgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Rasulullohning bu holatini ko'rib yig'ladi. Shunda Rasululloh: "Ey Umar, nima yig'laysiz?" dedi. Umar ibn Xattob aytdi: "Forsning podshohi Kisro ipekning ustida uxlayotganda Allohning rasuli toshlar ustida uxlaydimi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ya Umar, innaha nubuwa va laysatil mulkan va ana lastu malikan. Hadihi nubuwa." Ey Umar dedi. Bu nubuvat, bu mulk emas. Men podshoh emasman. Bu nubuvat dedi. Demak, podshohlar mana shunday bir holatda yotgan bo'lsa, payg'ambarimiz rahmatan lil alamin bo'lsa ham mana shunday holatda o'ziga ixtiyor qilaverdi. Musnad Abu Hanifadan, Ibrohim Nahaydan: "Ya Muhammad, atuhibbu an takuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan?" Alloh taolo so'radi payg'ambarimizdan: "Ey Muhammad, podshoh payg'ambar bo'lishni xohlaysizmi yoki abd, qul, oddiy payg'ambar bo'lishni xohlaysizmi?" Rasulullohda birodarlar ixtiyor bor edi. Xohlasa podshoh payg'ambar bo'lardi. Davud yoki Sulaymon alayhissalomlarga o'xshab. Rasululloh aytdilar: "Bal nabiyyan abdan aj'u yawman fa asbiru va ashba'u yawman fa ashkuru." Balki qul, oddiy payg'ambar bo'lishni xohlayman. Bir kun och qolaman, sabr qilaman, bir kun to'yaman, shukr keltiraman dedi. Agar bizga buni ixtiyor berilsa, nimani tanlardik? Biz so'ramay aytamiz, "Mana tanlaysiz" deb. Rasulullohga ixtiyor berilib turib, Rasululloh faqrona hayotni ixtiyor qildi. Fa innama qalla va kaffa khayrun mimma kasura va alha. Umar ibn Xattob so'zi. Ko'p bo'lib chalg'itib qo'yadigandan ko'ra, oz bo'lib kifoya qiladigan narsa afzal. Ko'p bo'lib mol dunyo, Allohdan chalg'itib qo'yadigandan ko'ra, bunaqa boylikdan ko'ra ozroq bo'lsin boylik, lekin nima qilsin? Kifoya qilsin. Boylik pulni ko'pligida emas, boylik qanoatda va Alloh bergan kunga rozi bo'lishlikda. Rozi bo'ling, boysiz. Rozi bo'ling, boysiz. Faqirona hayot kechirishlik, kambag'al bo'lishlik kishini Allohga yaqin qiladi. Dunyoni ko'p bo'lishligi uni mana shu narsadan, ibodatdan uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Masalan, boy bo'lishlik, kuchli bo'lishlik qaytarilmagan islomda. Ammo bu ikkita narsa og'ir imtihon, og'ir sinov. Kamdan kam odam bu ikkita narsaga yetganda oyog'i siyg'alanmaydi. Boy bo'lganda, mansab kelganda, kuch-quvvat qo'liga kelganda kamdan kam odam sobit turadi ibodatida. 100 ta faqir orasidan 80 ta ibodatlikni topish mumkin.
100 ta faqirning orasidan 80 ta ibodatli topish mumkin, ammo 100 ta boy orasidan 10 ta haqiqiy ibodatligini topish qiyin. 100 ta faqirdan 80 ta ibodatlasini topish mumkin, oson. Chunki ehtiyoji bor-da bularda Allohga. Endi 100 ta boyning ichidan 10 ta haqiqiy ibodat qiladigan topishlik Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uyi. Nima bilamiz u haqida? Hamma qatori uy bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q. Bizning uyimizda bo'lgan emas payg'ambarimiz uyi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylari shunday bir kichkina tor bo'lganki, uyda payg'ambarimiz ayol yotgan bo'lsa namoz o'qishligining iloji bo'lmagan. Agar Rasululloh namoz o'qishligi kerak bo'lsa, sajda qilayotganda ayoli yotgan joydan surilib turishligi kerak bo'lgan. Necha degani bu uy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotgan, yashagan uyini qo'lini bunday qisqa bosh shipiga qo'li tekkan. Aytinglarchi, qaysi ichimizdagi faqirning uyi shunaqa? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir faqirona hayot kechirgan. Sayyidul olaminning uyi shunday bo'lishligi kerakmi? Qarang, savol bering-da o'zingizga. Alloh taolo payg'ambarimizga dunyoni bermadi. Shu bilan xor qildimi? Hozirgi tushuncha bilan aytinglarchi, hozirgi tushunchalar bilan. Puli yo'qmi? Demak, Alloh xor qildi uni. Yo men qo'shib aytaveryapmanmi o'zimdan? Hozirgi tushunchalar shunaqami? Xudo berganda bungachi. Mo'ncha manaqasi bor. Mo'ncha puli bor. Birodarlar, Alloh bergani pul bilan bo'lmaydi. Iymon bilan, e'tiqod bilan bo'ladi. Ha, pul ham yaxshi, lekin pul Alloh uni aziz qilganligini birinchi belgisi emas. Ham musulmon, ham kuchli, quvvatli, boy, badavlat bo'lgani yaxshi. Lekin maqsad bu pul emas, quvvat emas. Yana qaytarib beraman savolni. Alloh payg'ambarimizga dunyo matosini bermagan paytda xor qildimi? Yo izzat ikrom qildimi? Agar kimdir xor qildi desa, bu odam yolg'on gapirgan bo'ladi. Bilmay gapirgan bo'ladi. Kimgadir Alloh taolo dunyoni bermay aziz qiladi. Yana kimlarnidir Alloh taolo dunyoni qo'liga berib qo'yib turib xor qiladi. Kimidir faqirlik bilan aziz qiladi, kimidir boylik bilan xor qiladi. Innama utituhu ala ilmin indi dedi. Kim? Qorun. Men dedi bu narsalarga dedi, boyligini ko'rsatib turib. O'zimni ilmim bilan yetishdim. Mana shu narsa bilan aziz deb bildi o'zini. Alloh taolo yerga yuttirib yubordimi? Boyligini ham, hovlisini ham, o'zini ham. Demak, kambag'allik jazo emas, boylik mukofot emas. Hadicha roziyallohu anha o'zida nimaiki bor bo'lsa, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganidan keyin Alloh va Rasulining yo'liga shunday tashab qo'ydi. Rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin, vahiyni qabul qilgandan keyin Hadicha onamiz aytganki, "Ya Rasululloh, menda nima bo'lsa, Alloh va Rasul yo'lida dedi, fido" dedi. Bu nima degani? Demak, payg'ambar bo'lgunga qadar yana 15 yil bor. Shu 15 yilda payg'ambarimiz o'zini mehnati bilan boqqan o'zini, xotinini hisobidan yashagan emas, g'arbda bu sharqshunoslar aytganidek. Payg'ambar bo'lgandan keyin endi dunyo ishini qo'ying, bozorga chiqmang, tijorat qilmang, meni nimam bo'lsa Alloh uchun fido degan edi. Demak, 15 yil payg'ambarimiz nima qilgan ekan? Tirikchiligini o'zi o'tkazgan ekan. Xotinining hisobidan kun kechirmagan ekan. Alam yajidika yatiman fa'awa va wajadaka dhallan fahada va wajadaka a'ilan fa'aghna. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Parvardigoringiz sizni yetim holda topgach boshpana bermadimi? U zot sizni gumroh, g'ofil holda topib, haq yo'lga hidoyat qilib qo'ydi-ku. U zot sizni kambag'al holda topib, boy qilib qo'ydi-ku. Bu sharifa, boy ayol mo'minlarga ona bo'lishligi baxtiga muyassar bo'ldi. Sayyidul Mursalinning ayoli. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zini borib burdini berishlik sharafiga baxtiga erishdi. Rasulullohni da'vatiga Hadicha onamiz moli bilan yordamchi bo'lgan. Qancha savob bo'ldi ekan, ha? Bir masjidni svetini mendan deb qo'ysa bo'ladi. Bir masjidni isitish mendan deb qo'ygan bo'lsa, yoki bir masjidga gilom solib berib qo'ygan bo'lsa, qancha ajr bo'lib ketdi deymiz. Bu ayol kimga madadkor, kimga yordamchi bo'lyapti? Bir fikr qilib ko'ringlar-da.
Muhammad alayhissalomga yordamchi bo'lyapti, birodarlar. Qani ekan ayol hozir deng. Agar uka talib ilm bo'lsa, aka unga infoq qilayotgan bo'lsa, 5 yil yoki 4 yil bir universitetmida, jamiamida, madrasamida o'qidi uka. Aka 4-5 yil uni ta'minotini o'zining zimmasiga oldi. Uka bir ilmli odam bo'lib yetishdi. Aytingchi, ukaga beriladigan ilm orqali beriladigan ajr mana shu ajrdan akaga ham beriladimi? Ha? Chunki haqiqiy qahramon shu aka. 5 yil ukasini o'qitibdi. 5 yil kiyim-kechagi, yo'l kirasi, qorni kitobi, bordi-kelisini zimmasiga olibdi. Bu bola topgan savobdan qancha bo'lsa, akasiga ham shuncha beriladi. Bir birodarimiz aytgan edi, men tibbiyot fakultetida o'qiyman, medfakda. Kim to'laydi? Akam bor. Akam ko'taradi, hamma sarfarjatini hunar qiladi. Mehnati bilan topgan pulidan ukasiga sarflayapti. Aytingchi, shu akaning ishi qahramonlikmi, qahramonlik emasmi? O'qitmaganda bo'lamidi? Bo'lmas edi. Xuddi shunga o'xshagandek, birodarlar, Alloh taolo rozi bo'ladigan ishga bir odam xizmat qilayotgan bo'lsa, shunga kelib ko'makchi bo'lishlik, uni topayotgan ajriga sherik bo'lishlik degani. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Odamlarga rahmat deya olmagan, odamlarni yaxshiligini ko'ra olmagan, bilmagan odam Allohga ham shukr keltira olmaydi. Odamlarga shukr keltira olmagan odam Allohga ham shukr keltira olmaydi. Qancha talaba ilmida yurgan o'quvchi bolalar bor. Kambag'alda bolasi. Zo'r zehnli bolalar. O'sha o'qiyotgan o'qishida bir kontraktini to'la olmaydi. Kitobiga puli yo'q, yo'l kirasiga bir imkoniyati yo'q. Qaysidir bir savdogar, bir boy musulmon shuni o'zining zimmasiga olsa, mana shu talibni o'qishiga yordam bersa, dinda olim bo'lsa, handasada olim bo'lsa, tabobatda olim bo'lsa, bir sohani kuchli bir mutaxassis bo'lib yetishsa, shu odam ummatiga, xalqiga xizmat qilsa, topgan savobidan unga yordam bergan savdogarga ham ajr bormi? Qolib ketadi, birodarlar. Topganimizni yarmini ham ishlatib ulgurmaymiz. Qolib ketadi. Qolib ketadi. Endi o'shundan qanchasini o'zimiz bilan olib ketib qolamiz. Masalan, shu binoni o'zini olaylik. Kimdir shu binoda olib turib masjid qilib berdi. Kimdir ta'mir qildi, kimdir ta'mirga hissasini qo'shdi, kimdir jihozlashga yordam berdi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, keng, yorug', qulay, yumshoq masjidda o'tiribmiz. Tartibli, toza, bir chiroyli xona. Va mana shu o'tirgan har bittamiz men jannatiyman deb o'tiribmiz. Jannat meniki deb o'tiribmiz. Chunki 30 kun roza tutyapman, 30 kun xatmada turibman, meni haqqim bor jannatda deb turibmiz. Mana shu ishni ustida xizmatda turganlar, mana shu ishning orqasida turganlarda har bittasiga siz bilan biz qilayotgan ishimizda nima bor? Masjidimizda mana shunday holatga kelishiga hissasini qo'shgan har bitta odamga shu yerda qilinadigan har bitta savobdan ulush bor, ajr bor. Birodarlar, Alloh Karim zot. Kimdir masala qiladi. Kimdir imomlikka o'tadi. Kimdir Qur'on tilovat qilib beradi. Kimdir ilm tarqatadi. Yana kimdir quloq tutadi. Odamlar bir-birlarining haqqini tanamasligi mumkin. Biri ikkinchisining haqqini ado qila olmasligi mumkin. Lekin Alloh taolo hech kimning haqqini unutmaydi. Yana biz shu yerda o'tirganlarda shuncha ajr bor. Yana siz bilan biz o'tib ketgandan keyin bu masjidda qancha xayrli ish bo'lsa, shu masjidda xizmatida turgan odamlarga ajr bor. Ular o'lib ketganidan keyin ham. Hadicha onamiz kimga yordamchi bo'libdi? Muhammad alayhisalom. Savobi qancha bo'ldi-kina? Savobi qancha bo'ldi-kina? Demak, Allohning roziligi uchun bo'layotgan ishlarda har bittamiz hissamizni qo'shaylik. Kim bor puli bilan? Kim bor hunari bilan? Kim bor maslahati bilan? Kim bor oyoq qo'li bilan? Oyoq qo'li bilan. Shunga ham yaramaymizmi? Yana kim uchun qilamiz bu narsani, yigitlar? Aytinglarchi. Albatta, katta bir jangda bir taraf yengsa, shu yengan qo'shinning qo'mondoni aytiladi. Palonchi qo'mondon yengdi deydi. Shu to'g'rimi? Yo'q. Jangda askarlar yengadi. Askarlar qurbon bo'ladigan ham shu askarlar bo'ladi. Loy kechadigan, qon kechadigan askarlar bor, lekin hech kim tanimaydi ularni. Sharaf kimga ketadi? Qo'mondonga ketadi.
Musulmon odam mana shuni bir katta xayrli ishga hissasini qo'shgan bo'lsa, birov bilmaydi-da uni. Uni atini aytmayapti hech kim. Domlani tanigandaqa, qorin tanigandaqa hech kim tanimayapti-da. Hech kim bilmaydi ularni qilayotgan xizmatini. Agar birodarlar, inson o'zini tanisa kimligini, nima uchun ish qilayotganligini tushunsa, birovlar tanishi, tanimasligini ahamiyati yo'q unga. Aksincha, hech kim tanimasa xursand bo'ladi. Ixlosiga putur yetmaydi-da. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning huzuriga xalifa bo'lib turganida Nahovand ma'rakasidan elchi keldi. Forsga bo'lgan musulmonlarning yurishlarida mana shu Nahovand ma'rakasi juda bir katta janglardan bittasi bo'lgan. Elchi keldida juda ko'p musulmonlar shahid bo'lishdi dedi. Umar ibn Xattob kimlardir ular dedi. Elchi siz tanimaysiz ularni dedi. Umar ibn Xattob yig'ladi. So'ngra men bilmaganim bilan dedi. Alloh ularni biladi dedi. Demak birodarlar, Alloh rozi bo'ladigan ishga hissamizni qo'shib qolaylik. Bu biz uchun kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga kirganlarida masjid chiroqlar ilinib, yorug' bo'lib qolgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdida, kim buni yorug' qildi? Kim yoritdi masjidni deb so'radilar. Shunda odamlar Tamimud Dari deyishdi. Payg'ambarimiz u kishiga qarab turib, "Nawwarallohu qalbaka kama nawwartal masjid" dedi. Masjidni munavvar qilganingizdek, Alloh sizni qalbingizni munavvar qilsin dedi. Masjidning xizmatida, da'vatning xizmatida, ilmni, dinni xizmatida turgan siz bilan biz tanimaydigan aka-ukalarimiz ko'p. Ularga bizni tanishimiz, ularda atini aytib duo qilishimizga hojati yo'q. Chunki kim uchun qilyapti ular? Alloh uchun qilyapti. Shuni o'zi ularga kifoya qiladi. Hadicha onamiz roziyallohu anhoning siyratlarini o'qishdagi keyingi darsimiz. Hadicha roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nima xursand qilsa, shu narsaga Hadicha onamiz xursand bo'lardi. Payg'ambar alayhisalom Hiro g'origa chiqib uzoq kunlar, paydarpay kunlar qolib ketishiga ham Hadicha onamiz sabr qildi, rozi bo'ldi. Ayollar bor, bir kun er yo'q bo'lib qolsa, 2 kun yo'q bo'lib qolsa, uyda uzoq o'tira olmay qolsa, rashk qiladi, g'alva qiladi, erini mashaqqatga kirgizadi. Ammo Hadicha onamiz Rasulullohning ko'ngli nimani xohlasa, shu narsaga tamomiy rozi bo'lar edi. Albatta bu mo'minlar ayol uchun chiroyli bir ibrat. Modomiki payg'ambarimiz bir narsaga xursand bo'ladimi, shu narsani Hadicha onamiz albatta qilar edi. Bu Hadicha onamiz Rasululloh mana Hiro g'orida uzoqroq qolib ketsa, bezovta bo'lganidan xizmatchisini yuborar edi. Xabar olib kelishlik uchun ayrim rivoyatlarda o'zi chiqib borganligi haqida ham bir xabarlar beriladi. Rasululloh nimani yaxshi ko'rsa, Hadicha onamiz shuni yaxshi ko'rardi, nimani yomon ko'rsa, uni yomon ko'rardi. Agar Alloh taolo bir mo'min kishiga soliha ayolni bergan bo'lsa, bu Allohning bu kishiga bergan hadiyasi. Mana shu oqila, rashida bo'lgan ayol Hadicha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimizga juft bo'ldi va Allohning payg'ambarimizga bergan in'omi hadiyasi bo'ldi. Har bitta musulmon Allohdan so'rashligi kerak. Oqila, soliha, karima, rashida bo'lgan ayolga Alloh uni duch qilishligini. Chunki aytganmiz, payg'ambarimiz aytganlar, dunyoni hammasi o'zi bir matodir. Uning eng yaxshi matosi soliha ayoldir. Esimizdan chiqmasin yigitlar. Yigit kishini baxti to'rtta narsada: keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va soliha ayolda. Alloh taolodan so'raylik mana shunday soliha ayolni. Iza nazarta ilayha sarratka va iza amartaha ata'atka va iza ghibta anha hafazatka fi malika va nafsiha. Bu soliha ayolni qanaqa belgilari bor? Qarasang, ko'zingni quvontiradi. Buyursang, itoat qiladi. Agar yo'q bo'lsang, seni molingni ham, o'zini sharafini ham himoya qiladi. Mana asarlarda keltiriladi. Ma akramahunna illa karim. Ayollarni faqatgina karim inson hurmat qiladi. Wala ahanahunna illa laim. Ayollarni faqat
xor, pastkash kishigina xorlaydi. Chunki sendan zaifda, zaifligini ko'rib turib, quvvatliligini bilib turib, ustida hokim ekanligini bilib turib xorlayapsanmi ayolingni? Demak, sen laim, pastkash insonsan. Yag'libna kulla karimin va yag'libna hunna laimun. Ular ayollar karim kishini yengib qo'yishadi doim. Endi laim, pastkash inson doim ayollarni yengadi. Nima degani? Bu degani oliy janob erkak, karim sifat egasi bo'lgan erkak xotin bilan teng bo'la olmaydi. Bo'pti deb qo'yadi. Demak, karim odam xo'p deb qo'yadi. Bu degani bo'ldi bilganini qilaver degani emas. Fe'li kelib qoladi, injiqligi tutib qoladi, qaysarligi tutib qolgan paytda erkak kishi teng bo'la olmaydi xotin bilan. Demak, xotinlar karim insonni yengadi. Endi pastkash insonlar doim ayollarni yengadi. Erkak kishi xo'p deb qo'ysa-chi, yoki sekin ko'chaga chiqib ketib qolsa, taloq degan so'zni aytishga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar og'ir bo'lmaganligi uchun, erkaklar karim bo'lmaganligi uchun oilalar ko'p buzilyapti, tez buzilyapti. Tushunarli ukalar, baland bo'linglar. Kuchinglar bilan urib pas. Ana shu bobillar bergan paytda bo'pti xotin kishilar deb turib, sekin ko'chaga chiqib ketaveringlar. Ularni laim inson yengadi. Men laim bo'lib yengishdan ko'ra karim bo'lib mag'lub bo'lishni yaxshi ko'raman. Bu degani xo'p deb qo'raman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Albatta biz uni Qur'onni bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz ogohlantiruvchi bo'ldik. Mana Ramazon oyidagi muborak Qadr kechasida Qur'on nozil bo'ldi. Mana shu kechada birodarlar samo amini bilan yer amini uchrashdi. Samo amini Jibril amin, yer amini Muhammad Sodiq Muhammad amin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanligini siz qayerdan bilar edingiz? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. U sanoqli kunlar Ramazon oyidirki deydi Alloh taolo. Bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va furqonning ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom quchoqlab mahkam qisdi 3 marta. Ya'ni ey Muhammad, siz uxlayotganingiz yo'q, siz uyg'oqsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom faqat ko'zi bilan ko'rmadi, balki jasadi bilan ham his qildi. Bu samo amini bilan yer aminining uchrashuvi edi. Birodarlar, dinimiz o'qi kalimasi bilan boshlangan. Dinimiz ilm dini. O'qishlik kerak, ilm o'rganishlik kerak. Chunki talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Erkakmi, ayolmi, musulmonmi ilm o'rganishlik farz. Ilm o'rganishlik farz. Hadicha onamiz roziyallohu anha ham hamma ayollardagi bir oddiy ayol edi. Mana o'tirib akalar 1,5 yildan keyin o'tiribmiz. Shu voqealar bo'lganidan keyin. Payg'ambarimizga turmushga chiqqaniga, vahiy tushganiga 1,5 yilga yaqin vaqt o'tdi. Mana shu masjidda yig'ilib o'tirib, siz bilan biz Hadicha onamizni eslab zikr qilyapmiz. Nima uchun? Nima uchun? Qilgan ishlari, mavqiflari uchun, ko'rsatgan qahramonliklari uchun. Millionlagan ayollar dunyoga kelib ketyapti. Yeyapti, ichyapti, uxlayapti, tug'yapti, bola katta qilyapti, o'tib ketyapti vaqti kelib. Kim eslayapti ularni? Biz ham vaqt soati kelib hammamiz ketamiz. Bizni kim eslaydi? Bizni nimamiz bilan eslaydi? Qilgan solih amalimiz bilan, qoldirib ketgan izimiz bilan. Ayol kishi doim eri yonida turishini xohlaydi. Doim. Ammo Hadicha onamiz payg'ambarimiz g'orga chiqib ketganda qarshi bo'lmas edi. Chunki boya aytib o'tdik. Hozir aytib o'tdik.
Payg'ambarimiz nimani xohlasa Hadicha onamiz shuni xohlar edi. Nimani yaxshi ko'rsa shuni yaxshi ko'rardi. Nimani yomon ko'rsa, eri yomon ko'rganligi uchun bu narsani yomon ko'rar edi. Va eriga itoat qilayotganligi bilan o'zini baxtiyor his qilardi. Mo'mina muslima opalarimizga aytadiganimiz, ey opalar, eringizni rozi qilayotgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Eringiz sizdan rozi bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni baxtiyor his qiling. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Qo'ni qo'shnilarda roziligini deb turib, erni jahlini chiqarib, mahalla ko'ydan orqada qolmay ularni rozi qilay deb turib, erni qahrini keltirib undirayotgan opalar ehtiyot bo'linglar. Chunki Robbinglar sizlardan norozi bo'lib turibdi. Mana shu holatda jon chiqib ketib qolmasin. Ayol kishi yo erini Allohning roziligiga yetishiga yordam beradigan ko'makchisi bo'ladi. Yoki Allohning roziligiga yetishlikdan erini to'sadigan bir mashaqqat to'siq bo'ladi. Alloh taolo solih ayol bilan rizqlantirsin. Er xotin qachon saodatli hayot kechiradi? Qachonki er ham, xotin ham Robbisini tanisa. Nimaga kelganligini bilsa, nima uchun yashayotganligini bilsa, oqibatda qayerga borishligidan xabardor bo'lsa, lekin shu xotin eriga tikka qaramaydi. Bor yo'g'iga lekin sabr qiladi. Chunki ozgina sabr qilay, kun o'tib ketyapti ekan shunaqa tez. Umrim o'tib ketib qolar ekan, kecha turmush qilganimizga 10 yil bo'ldi, mana 30 yil bo'libdi, mana 40 yil bo'libdi, 50 yil yashayapmiz deydi-da, umr o'tib ketayotganligini his qiladi. Lekin eriga tikka qaramaydi birodarlar. Er ham, xotin ham qachon saodatli hayot kechiradi? Ikkalasi yelkasidagi vojibda nima ekanligini tushunsa. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfiru billah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Albatta biz bu omonatni deydi Alloh taolo. Ya'ni shariati islomiyadagi toat ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog' va toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar, undan qo'rqdilar. Osmonlar, yer, tog' va toshlar bu omonatni ko'tara olmaymiz deb qabul qilishni xohlashmadi. Chunki og'ir edi bu, qiyin edi bu. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bo'yniga oldi. Senga ixtiyorimiz bilan bo'yinsunib toat ibodati bo'lamiz deb bo'yniga oldi. Biz bo'ynimizga oldik. Har bitta odam bolasi ekanmi? Ana shu omonatni bo'yniga olgan. Bu nima omonat edi? Allohga ibodat qilish, Allohga qulchilik qilishlik haqidagi omonat edi. Ana shu omonatni bo'yniga olgan uchun odam bolasi yer yuzidagi birinchi maxluq. Ana shu omonatni bo'yniga olganligi uchun Alloh taolo osmon yerni odam qo'liga, odam farzandlarining qo'liga bo'yin sundirib qo'ydi. Qabul qildim deydi erkak kishi. Omonatmi? Palonchining o'g'li palonchi, palonchining qizi palonchini qabul qildingizmi desa, qabul qildim. Omonatmi shu? Qabul qildingizmi? Xo'p, palonchining qizi palonchi, palonchining o'g'li palonchiga o'zingizni bag'ishladingizmi? Bag'ishladim. Omonatmi bu? Qanaqa omonat? Qanaqa omonatni bo'yniga olyapti? Nima? Kayfiyati qanaqa bu ayolning omonatini? Bo'pti, erkak kishiniki tushunali, yediradi, ichiradi, taom qilib beradi, xullas shu. Eriga itoat qilishlik haqidagi omonat edi. Shu erimni rozi qilaman men degan omonat edi. Agar bu muslimalar erga tegati mana shu omonatni yelkasiga olayotganligini his qilsa, umrining oxirigacha shu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Ko'chadagilarning roziligini istamaydi. Demak, omonat bor ekan erkakda ham, ayolda ham. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fil ardi arba'ata xututin. Qala atadruna ma hada? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yerga shunday chiziq chizdi, to'rtta chiziqni chizib turib, "Bu nima, bilasizlarmi?" dedi. Sahobalar Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli biluvchiroq deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Jannat ayollarining afzallari Hadicha binti Huvaylid, Fatima binti Muhammad, Osiyo binti Muzahim va Maryam binti Imron roziyallohu anhunna ajma'in." Mana jannat ayollarining sayyidalari,
yer yuzida kamol topgan 4 ta ayol. Hadija onamiz, Fatima onamiz, Osiyo Muzahimning qizi hamda Maryam binti Imron. Er xotin bir-birini to'ldiradi. Bu Alloh taoloning xohishi, mahluqotlardagi sunnati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi marta Jibril bilan uchrashib, qattiq qo'rqib, qalbi xavotirga to'lib, titrab uyga kirganida Hadija onamizga bo'lgan ishni aytib berdi. Kirishiga payg'ambarimizda nima bo'ldi deb vahima qilmadi. Ba'zida jim turishlik, birodarlar, kamolot hisoblanadi. Ba'zida kerak bo'lmaganda gapirishlik nuqson bo'ladi. Rasululloh o'ziga kelgunicha Hadija onamiz savolga tutmadi. Tek qo'ydi. Zammiluni, meni o'rab qo'yinglar dedi, o'rab qo'ydi payg'ambarimiz. O'ziga kelganidan keyin so'radi. So'ngra eshitganidan keyin payg'ambar alayhisalomning qalbiga taskin beradigan so'zlarni aytdi. U zot sizlar hamdam bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbatni paydo qilishi uning oyatlaridan bir oyatdir. Demak, er xotin bir-biri bilan nikohlanar ekan, bular bir-biriga hamdam bo'ladi, hamda oshinolik, mehr muhabbat paydo bo'ladi. Turmush qurishdan maqsad shu. Erkak kishini kuchi yetmaydigan ishlar bor. Mana shu kamchiligini xotin to'ldiradi. Endi xotin ko'chaga chiqib erkak qiladigan ishni qila olmaydi. Ko'chaning mehnat mashaqqatiga bardosh bera olmaydi. Erkak kishi mana shu tomonni to'ldiradi. Demak, ayol bilan erkak bir-birini nima qiladi? To'ldiradi. Bir ikkinchisining kamchiligini to'ldiradi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.